Assalomu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2024-yili 3-oyning 8-kuni, juma kuni kech. Bugun men asosli 2 nuqtaga to'xtalaman. Birinchisi, abonentlardan kelgan muhim deb qaragan savollarning ichidan bir nechasiga tanlab javob berma. Anglag'uchilarmi anglab baqsa, balkim, ya'ni shularga munosabatlik foyda bo'lib qoladi deb o'yladim. Ikkinchisi, Pulning psixologiyasi degan kitobningki oxirini davomli so'zlab bermoqchi, chunki ko'pchilikdan kelgan inkaslardan qaragan vaqtda bular qiziqqandek. Ham bu kitob nashr qilingandan buyon, shu 1-2 yildan buyon necha million setilgan gap dunyoning hamma yerida, nurg'un yerda, nurg'un odamlar o'qigan. Bizning kishilarimizmi buningki Turkchasi Turkiyada nashr qilinib ekan, balkim ilib o'qiganlar bor. Ilib o'qiganlardan men bilaman, lekin kengroq jamoatninki ilib o'qigan bo'lishi notayin. Shuni ko'z tutib, buning qisqacha mazmunini o'zimizning tilida ko'pchilikka yetkazib boqay deb o'yladim, ya'ni foydasi tegishi mumkin deb. Abonentlardan kelgan savollarning birisi shu shifrliq pul haqida. Shifrliq pulni nereden olamiz, qanday olamiz deganga o'xshash. O o'zimiz turayotgan davlatlarda cho'qim har xil applar bor, munbarlar bor, ilib tijorat qiladigan. Amerikada, Kanadada, Avstriyada, Germaniyada deganga o'xshash, Yevropada, Turkiyada deganga o'xshash. Bu yerdagi qarindoshlarning ichida bu shifrliq pul tijorati bilan asli shug'ullanganlar, ilib sotilganlarning borligidan xabarim bor. Endi Amerikadagi qarindoshlarning ichidami men angladim, yoshlarning ichida shifrliq pul ilib sotilganlar hali bor deb angladim. Bu zamonimizdagi bir yuzlanish, bilgunimiz yaxshi, keyinda qolib qolsak bo'lmaydi. Bilmaslikdan, uchursizlikdan, uchur ko'rligidan ba'zida talaysizlik kelib chiqadigan gap. Endi mush qarindoshlarning hammasiniki sog'in mablag'lari, qilayotgan mehnatlari, to'kayotgan tarlari va singdirayotgan ajr amgaklarining mevasini bersin, Janob Alloh. Endi Amerikadagi qarindoshimizning birisi shu shifrliq pulni qaysi munbarda olamiz debdi. Bir necha xil munbar bor. Ko'pchilik ilib qiladigan mening xabarimda bor. Ammo men o'zim qilganim dey. Masalan, men burun Binance'ni azroq ilib, Binance angdasilda Binance'ni azroq ishlatgan, keyin chiqib taqib etdim hisobotni. Vibal nima ishlatgan, uni asosan taqib etdim. Asroq pulim qoldi dedi, lekin uni qarab qo'ymayman, chunki insignificant anchola ahamiyatlik emas uningdagi pul. Azlam. Yana birisi shu Robinhood, yana birisi Coinbase. Robinhoodda ba'zi shifrliq pullarni ilib qilib bo'ladi. Ham pay cheki, ko'rsatkich indeks fond, ko'rsatkich fondini ilib sotqili bo'ladi Robinhoodda. Mao Coinbase'da shifrliq pullarni ko'proq, ya'ni turlari bor. Ilib sotqili bo'ladi. Ba'zi shifrliq pullarni elish uchun shularning o'zininki appni download tushirish kerak ekan. Ammo men o'zim qilganni tavsiya qilaman. Chunki uni yaxshi vaqt tutib qoldim, yaxshi deb qaramaganlardan chekinib chiqdim. Coinbase bilan shu nimani Coinbase bilan Robinhoodni tavsiya qilaman. Hamda men $500 pul mablag' sarf qilinglar deb ekansiz, qaysini ko'zatasiz degan bir savol bor ekan. Men bu gapni 2021-yil bahor mezgilida Dogecoin qizg'inlik ko'tarilayotgan chaqda xuddi hali bir chorvachining 5 qo'yi bor ekan, kashti xotina kirib 5 qo'yni sanaydi ekan, atdigandimi sanaydi ekan, beqitibmi sanaydi ekan, uxlashdan burunmi sanaydi ekan deganga o'xshash shu chaqlarda bir Dogecoin qizg'inligi umumiylik ko'tarilgan. Dunyo miqyosida desakmi bo'ladi. Bular Amerikada hatto Uyg'ur jamoatining ichida, kam deganda men biladigan jamoatning ichida. Xuddasi qopsaqmi shu. Shu chaqlarda Dogecoinning bahasi 1 sent bilan 5 sent atrofida, 10 sentdan tövandi, 5 sent atrofida. Mening shu kanalimda shu chaqda so'zlagan so'zlarim bor. Shu chaqda men deganki, tavsiya qilganki, shu
500 dollardan çıqsamasıq kerak deb. Çünki men mandaq bir o'qishni qilgan bu shipirliq pul dunyosi tegi yo'q okean. Bu shipirliq pul chiqqanda qilgan bilan tushib ketib qolsa, Malayziyaning aeroplandek tushib ketadi, tapqil bo'lmaydi deb. Buning misoli Luna Coin, Moon Coin ma, Luna Coin, One Coin deganlar buning misoli. Az vaqtdan keyin bo'ldi bu ishlar. Şu 500 dollar mandaq hesablaymiz endi. Şu çağlarda 5 centtin Dogecoin 500 dollar məbləğ silib Dogecoin alğan bolsanız 16.000 17.000 Dogecoin keladi. Şu mən sözləb atqan vaxtda 5 centlər ətrafı dedi. 2 aydan keyin 5-ci ay məzgil kelgan çağda bu ən yuqarı nöqtəyə çıxıb 84 cent çıxdı o deymi? Şu çağda bəzi Dogecoin jiq alğan Uyğurlarımız setib yaxşı payda aldı şu. Jiq pay təvəkkülçülük, çoğraq təvəkkülçülük qilsanız, təliyiniz kəlsə, bunu tələk deb qoyumuz. Təliyiniz kəlsə, vaxtında setib alsanız, yaxşı pul tapsız degan gap. Lekin mən bək təvəkkülçülük qilishni təşəbbüs qilib ketməyəm şəxsən özümə bək təvəkkülçülük qilmayım. Yəni təvəkkülçülük qilgan vaxtımda sal insaf bilan, idrak bilan qilaman, hərgiz qarıqlacha, ochko'zlik bilan qilmayman deməkçi. Əgər ochko'zlik bilan qilgan təvəkkülçülük o ya təlvilik uludu, ya olmasa qaramlıq uludu. Yəni eğir olğan çağda təlvilik, yenik olğan çağda qaramlıq uludu. Xoş, amma şu çağda şunda bir gapni qilgan, şu 500 dollardan hesab qo'yanlar deb Dogecoin'dan keyin Shiba Inu mu bir o'sab tushdi. Bazar degan shu. Bazarning yüzlenishi doim shunda bo'ldi. Davrilik bo'ldi, chiqib tushib turdi. Yani kitabımda mı ötken qitim ko'rsatgan pul banlıq məbləğ silish degan kitabımda Bitcoin, Shiba Inu, Dogecoin to'g'risida to'xtalgan. Xo'sh, hamda Dogecoin bak tushib ketdi. Shunaqa necha sent tushib qoldi. Lekin hozir yaqindan buyon Dogecoin o'rlab 20 sentga chiqdi. 20 sentdan oshdimi, chiqdimi, shunda bo'ldi. Lekin men sotmadim shaxsan. Shiba Inu mu chiqib pay bergan, uni sotmadim. Nimishqa degan vaqtda mening hozir Solana pulini ilib, saqlab, anandan keyin Robinhood Solanani chiqarib atgan vaqtda men bu tushib ketgan o'xshaydi, set yutib qoldim. Jiqroq set yutib qoldim. Agar tutgan bo'lsam, hozir shu tutgan bo'lsam, shuni ko'proq tutgan bo'lsam, texim yaxshiroq bo'lar ekan. Har holda nisibamni oldim. Sabrning mevsini ko'rdim degan gap. Demak, bu Solanani elib setish jarayonidagi tajribamdan qaragan vaqtda shipirliq pulni ko'proq uzun mezgil sabr qilib tutish kerak ekan. Ya'ni tanlash kerak ekanda o'tgan qitim kolleksiyarimda degandagidek, ash kitobni bir kitobni ko'rgandim men. Shipirliq pul hozir dunyodagi shipirliq pul u yerda, bu yerda men ijod qildim, kashf qildim degan shipirliq pulning soni 2 milliondan oshadi ekan. Lekin bazar tushganicha desak, coin market cap deganda, shu to'rbeti bor. Ya'ni shipirliq pullarninki eng oldi bir 9000 dak bormish. 9000 ning ichida menimcha dastlabki 100 ga diqqat berish kerak deb qarayman. Chunki bu muomala nihoyat tez bo'layotgan unda. Anandan keyin market capitalization deb qo'yamiz. Uning bozorda pulga umumiy miqdori, uning bahosini ko'paysa chiqadigan bir son. Bahası o'rilsa, miqdori o'zgarmasa, onunki umumiy qiymati yana yuqori bo'ladi degan gap. Onunki miqdorimi o'zgarib, bahasimi oshsa, yana oshadi degan gap onunki bozor qiymati. Shu bozor qiymati yuqoriroq dastlabdagi shu 10 ning, 100 ning ichidagi oldida necha nol bor. 10 mingdan bir, 100 mingdan bir, 2 mingdan bir yoki 100 dan bir deganga o'xshash shunday birlikdagi pullarni olib qo'ysak bo'ldi, 500 dollarni silib demakchi. Chunki 5 masalan 2 sentlik narsa, bir narsa olsangiz 2 sentlikdan qanchalik bir narsa ola olasiz. Masalan, shuni nima qilib baqsangiz bo'ladi, hisoblab baqsangiz bo'ladi. Agar shu 2 sentlik narsa 5 yasi o'sib qolsa, 500 dollar pulingiz 2500 dollar oldu degan gap. Bu pulingizni yanchiq tutgandan, shkafda qo'ygandan, bankingizda tutgandan yaxshi. Shu men shu 500 dollar bilan nima gap qo'ysak bo'ldi degan qarindoshlarga ashunday halaqa oldida necha nol va
Yani 0,1000'dan 2, 0,100'dan 2 yoki 2 sent yoki uningdimi tövarak bo'lganlardan azroq olib qo'ysanglar bo'ladi. Ya'ni deganman bu gapni. Bu agar shu mablag'ingiz yutib ketib qolsa, uningga meni qag'ab ketmaysiz, chunki men yaxshi ko'nglim bilan da'vatman. Agar mablag'ingiz 5 yassa 10 narsa o'sib qolsa, masalan Shiba Inu hozir nechasi o'sdi demiş yaqindan buyon 2 o'sdi, 200% o'sdi. Yaqindan buyon. Solana mı o'sib keldi, Solana to'g'risi hozir so'zlayman. O chaqda herhalde hoş bo'lib qolasiz. Men amaqtlik qilmabdiman deb. Xo'sh. Endi bu shu shipirliq pul to'g'risida so'ralgan savolga javob. Endi yana birisi Solana pul to'g'risida bir qarinishimiz izchilmish so'radi. Balkim Yevropada bo'lsa kerak. Solana puli 2021-yil 11-oyning 7-kuni $250 chiqqan. Ondan keyin bu 1 yildan keyin 2022-yil 12-oyning 8-kuni $8-9 tushib qoldi bu. 90% pul yo'qolib ketdi. Unda bo'lishiga sabab bir necha omil. Bu shipirliq bu Solana pulning tushib ketishiga sabab. Birinchisi FTX'ningki qurg'uvchisi Sam Friedman degan Solana pulga mablag' hisobdi ekan, u vayron bo'ldi. Alamada tadqiqot institutimi shirkatiningki. O bir vayron bo'ldi. Bu bak ta'sir qildi, birinchisi. Ikkinchisi kishilarningki qo'rqinchi ortib ketdi. Ya'ni shipirliq pul 2021-yil bahor mazgildagi yiliqi 4 trilliondan shipirliq pulga silingan mablag' 4 trillion ishib ketgan. 4 million dollardan ishib ketgan. U qizg'inlikdan tushib 70% pul yo'qolib ketdi. Ya'ni haqli setib chiqib ketdi demakchi, pulga aylantirib chiqib ketdi degan gap. 70-75% pul yiqib ketdi. Bir chaqda men so'zlagandim shipirliq pulda hozir eng yaxshi chaqdagidan aran 4dan 1 qoldi edi. 800 milyard dollar uçup qalgan jig'im batdi. Hozir mana bu yaqinda qarasam, o'tgan haftadan hozirgi mushab 6 kunning ichida qarasam, yana shipirliq pulga silingan mablag' 300 milyard dollar ko'payib qopti. Yana haqlar qiziqyapti degan gap. Bu nimani ifodalaydi desa, kishilar biroz ochko'z bo'lib ketayotgandek turibdi menga. Yana bu yerda fear and greed index degan bir ko'rsatkich bor. Qo'rqinch va ochko'zlik ko'rsatkichi degan. Bu ishib kelsa chatoq. Ya'ni ma'lum necha kundan keyin, necha oydan keyin bozor tushib ketib qolishi mumkin. Haqlar haddidan ziyoda ochko'z bo'lib ketib qolgan vaqtda sen qo'rq deydi Warren Buffett. Haqlar bak qo'rqqan vaqtda sen ochko'zrak bo'l deydi. Ya'ni o'tgan yil 9-oyda asli ochko'zrak bo'lgan chig'imiz ekan-to'q. Ochko'z bo'lmabdi. Endi hozir qo'rqadigan chaqda ochko'z bo'layapmiz. Bu nimaga boradi, gapni naga opirib taqaydi degan vaqtda pulning psixologiyasi degan yerga opirib taqaydi bu gap. Ammo men Solana to'g'risida qirinishimizning gapiga men javob berib o'tay, yana bir qitim tushuntirib o'tay. Sabab nimishqa shu 200 necha dollardan biroqla shu izchil tushib bir yilning ichida $8 tushib qoldi. Bu tuzliq shaklda tushib ketgan emas. Asta tushgan gap. Bu buna nurg'un omillar ta'sir ko'rsatdi. Masalan, umumiy makroliqni, iqtisodning makroliq muhiti yaxshi bo'lmay qoldi shipirliq pulning. Ya'ni Bitcoin tushdi, boshqa hamma pul tushdi. Andan keyin xalqlar, davlatlar kishilarga vabo mazgilida keng pul siyosatini qo'llanib, masalan, Amerikaning o'zida $2 trillion pulni haqi berib o'tgan. O'tganda bir New York vaqti gazetasiga yozilgan maqoladan olgan sonliq ma'lumotni deb berdim ko'pchilikka. Amerikada 18 yosh bilan 29 yosh atrofidagi odamlarning 41% shipirliq pul bozoriga mablag' solibdi deb. Shipirliq pul ilib o'ynaydi ekan deb. Demak, bu o'shining o'zida necha 100 milliard pul degan gapda. Shuna bu shipirliq pulning shu Solananing bahasining tushib ketishi shu umumiy muhitningki nacharlashish, ya'ni xalqlarningki kayfiyatiningki bu ko'rsatkich, ya'ni qo'rqinch va ochko'zlik ko'rsatkichi kishilarning bozorga shipirliq pullarningki miqdoriningki, har turli shipirliq pullarning miqdoriningki tushishiga, umumiy hajmiga qarab turib bildirayotgan inkosi.
Bu bir sebep, çoğun sebepten. İkincisi, bu Solana puluğa nispeten aytgan vaqtda heliqidek amillar, heliqidek Sam Fredman'ninki, FTX'ninki vayron bo'lishi, uning qo'lga ilinishi, anandan keyin bu nurg'un odamlarni cho'chitibdi, haqlar apla, şapla, setip, buningdan o'zining mablag'ini boshqasiga o'tkazdi. Bu xuddi energiyaning aynishi va saqlanish qonunidagidek energiya yo'qolmaydi, yo'qdan paydo bo'lmaydi, bir shakldan bir shaklga o'zgardi deganga o'xshash Solanadan chiqib boshqasiga mangdi. Ya'ni pul muomala bozoridagi boshqa mulkka mangdi. Ya'ni boshqa aksiyaga mangdi deymiz. Masalan, zaimga mangdi. Ba'zilar zaim oldi. Nimaga mangdi? Pay cheklariga ko'rsatkich paylarga mangdi degan gap. Ya'ni birisidan chiqib, birisiga mangdi. Mablag' saqlashni o'tkazib siz, men kichik shaxsiy setib satqıcı, mablag' saqluvchi, ammo institutionalized deb qo'yamiz. Ya'ni organlar borda, maxsus ishlar shug'ullangan mablag'chilik shirkatlar bor. Bular milliardlab, millionlab aylandirdi bu sohada pulni. Masalan, Bitcoin'ning FT taqtildiga 11 mablag'chilik shirkatlari o'sha ishni qo'lladi demak. Chunki bularning shuningdan shuni qiysa, ko'pchilikning mablag' soldiganligiga, ularning pul topadiganligiga ko'z yetdi. Xo'sh. Anadan sırt yana Solana şu vaqtlarda Solana'nınki to'g'riga, Solana shirkatininki halqi munbiriga nurg'un zarbalar bo'ldi. Hak qildigan, ularni buzishga uringan, ba'zi pullarni o'g'irlab ketadigan, anadan keyin surutni asıltib etadigan, shunday bir sabablar bo'ldi. Demak, bularning hammasi yig'ilib, bularning jug'lanma ta'sirida Solana'nınki bas tushib ketdi. Nurg'un odam ishonchsiz qardi, setibdi degan gap. Ammo tutib turgan odamlar bu. Bu tutib turgan odamlar mana hozir uning foydasini ko'ryapti. Ya'ni 2002-yili 12-oyning 8-kuni $8 tushib ketgan narsa to'nogin $150 chiqdi. Ya'ni 10 necha oy saqlagan bo'lsangiz 140 har birisidan $140 paydo oladingiz degan gap. Bozor degan bu shundoq. Xo'sh. Endi men gapni Solana gapini deb bo'ldim. Qaysini gapiga kelman degan vaqtda jiq so'zlamay, shu Morgan Housel'ninki pulning psixologiyasi deganning davomini so'zlab beray. Odatda statistika o'rgangan qarindoshlar fuqidi. Oliy maktabda o'qigan qarindoshlarning hammasi degidek fuqidi buni. Normal taqsimlash deydigan bir gap bor. Ya'ni normal curve, normal distribution deydi. Bu nima deb qiyos qildi desa, tabiatdagi narsalar, voqea, hodisalar, shaylar muayyan bir ularning taqsimlanishi, ya'ni oz ko'pniki, egiz pastligi yoki urug' semizligi degan o'xshash shunday narsalar muayyan bir tartib bo'yicha taqsimlandi degan gap. Ya'ni qo'ng'iroq shaklini, qo'ng'iroqni ko'z oldingizga keltirsanglar, shunda manda bo'lsa, buning o'ng tarafi, buning so'l tarafi va qo'ng'iroqning o'ng tarafi, o'ng taraf past, buni sal uzun silsaq bir quyruq chiqadi. So'l tarafi past, uni da so'l tarafga tassaq bir quyruq chiqadi. Bu kitobda deydiki, shu boylikqa nisbatan, pulga nisbatan kelgan vaqtda kishilarning moliya bilimlarini bilishi, texniklik bilimlarni bilishiga qaragan vaqtda kishilarning pulga tutgan pozitsiyasi nihoyat muhim. Cho'ng mablag' sog'uvchilar Warren Buffettni haqlab, voy mablag' sab ketdi, andoq beyib ketdi, andoq boy deydi. Ammo Warren Buffett topgan pulining 90%ni, ya'ni 84 milliard pulning 81 milliard pulini u 65 yoshdan keyin topgan deydi. Ya'ni u 10 yoshidan boshlab payji o'yini oldigan odam ekan bu. 55 yil mushnada shug'ullanib yurib, anadan 65 yoshdan keyin pulining ko'p qismini 65 yoshdan keyin topgan ekan. Demak, bu bizga nima nasl turdi desa, har kim o'z vaqtida degan men o'qib qo'ygan, inglizini tarjima qilib qo'ygan, iglik tilash melodiyasi degan kitobimda yozgan, she'rni asli turdi. Har kim o'z vaqtida, ya'ni New York
Kaliforniya New York 70 saat keynida degan o'xshash. Trump 70 yoshda taxtda, Obama 55 pensiyada. Demak, har kim o'z vaqtida hasad qilma, o'zingni tashlab etma, aldirma deganga o'xshash bir panda nasihatlar jug'langan gap. Ya'ni bir ish qilaman desangiz, 50 ishingiz 50 bo'lamdi, 60 bo'lamdi, 30 bo'lamdi, 40 bo'lamdi, qila olasiz demoqchi-ku. Bundan bir xil umidvorlik chiqib turdi. Ma kitobning egasi shunaqa debdi. Ya'ni amaliyotda haqlar uzun mazgil bir ishni qiladi. Shunday bir favqulodda bir ish bo'ladi. Ya'ni halqa taqsimlashdiki, shu bir quyruq darajadan tashqari az bo'lgan bir qitimliq, ikki qitimliq mablag'chilik odamni beyititdi. Yoki bir qitimliq, ikki qitimliq xato mablag' silash odamni namrat qilib etadi degan gapni dedi. Ya'ni quyruq odamning hayotida ustunlikni paydo qiladi demoqchi. Mablag'chilikda deb aytsak, nurg'un mablag', nurg'un pay chekini olasiz, nurg'unlardan ziyon tatib qolasiz balkim, ammo bir nechisi shundoq sizga bir foyda berib o'tadiki, ey hay, burun tatgan ziyonlaringizni to'lab bo'lib, bay xo'jamdek yurisiz, bay xonimdek yurisiz deydi. Shunga bu normal taqsimlashni baydidim bu ko'pchilik ana normal taqsimlashda ko'pincha qimmat masalan odamlarningki, bo'yi egizligi, ig'irligi o'quvchilarning imtihon natijasi degandek narsalar shu normal taqsimlash tushishi. Ya'ni umumiy aholininki bir o'ttirchi qimmat bo'ladi, o'ttirchi bo'y bo'ladi, o'ttirchi badan ig'irligi bo'ladi yoki o'quvchilarning o'ttirchi imtihon natijasi bo'ladi. Ammo 1, 2 yoki 3 o'lchamlik standard deviation deb qo'yamiz. O'lchamlik farq orqali bir formulalar bor. 68% odamning bo'yi manchlik bo'ladi. 95% odamning bo'yi manch bilan manchning atrofida bo'ladi. Ya'ni 1.50 bilan 1.80 ning 1.75 ning orasida bo'ladi deganga o'xshash. Shuningga o'xshash, ya'ni mablag'chilikda nurg'un narsalar, nurg'un qimmatlar odatda shu o'tirg'roq markazlashadi. 68% ya'ni ko'pincha narsalar o'tirg'roq markazga taqsimlashdan o'tirg'roq markazlashadi, ammo favqulodda qimmat eng shu quyruqning chekida bo'ladi. Mayli o'ng tarafda bo'lsin yoki so'l tarafda bo'lsin, quyruqning chekida bo'ladi demoqchi. Quyruqning chekida bo'lgani o'ng tarafda bo'lsa bu yaxshi, mablag'chilikka kelgan vaqt. So'l tarafda bo'lsa, o balaning basqini degan gap. Bu odam dedik ki Warren Buffett'mi 400-500 hayatı 400-500 paylarını ağan özünden Berkshire degan özünün nimeleri var, payları var. Aşağıda 400-500 şirketinin. Ama şunun içinde nurg'unlarının paydası yok. Ama bir 10 şirket qağanlarını söylep ketken deydi. Ananda nurg'un misallar var. Ben dedim ki bu kitaptan bir alaydıge, avtor özünün göz qarashini yo'ritish uchun hikoya aytgan. Anandan keyin bu Charlie Munger odamni yaqinda o'lib ketdi. Shu Warrenning do'sti, shu odamni agar biz eng yaxshi foyda bergan paychaklarni biz elib boshqasiga qaraydigan bo'lsak, ularning bizga bergan foydasi normal demoqchi. Bu bizning ota-onamiz duo qilganda ko'pchilik bolalar ey xudo balamni elning qatorida qilgin, ko'pning qatorida qilgin deb duo qildi. Bu xuddi Ibrahim Lincoln Amerikaning bir aytayotgan prezident Ibrahim Lincoln o'xshash. God loves ordinary men a lot, that's why he created them a lot degan bir gapni aslida yana yaratuvchi oddiy odamlarni yaxshi ko'rdi, shunga ularni ko'p yaratgan deb. Favqulodda darajadan tashqari Lincolndagi odamlar tarixda bir chiqdi. Nihoyat az bo'ldi demoqchi. Demak, bu yerda iqtisodiy faoliyatlardami masala ashundoq. Ya'ni nurg'un mablag' olamiz, mablag' solsak, hammasi foyda bermaydi demoqchi. Az bir qismi uzun sabr qilib saqlay olsak, xuddi mavvalqi o'tgan men deb bagin Connecticutdagi tozliq ishchisi, may qachiluvchi, mashina may punkt may qachiluvchi Ronald Reid degan odamning o'xshash, shu bir ko'p uzakcha paylarni ep qo'yib, yuqori texnikalar 40-50 yil saqlagan. Abdur yana mandaqman selishtirma qilgan yana desa, 3 odamni.
Birisi uzluksiz turda kuniga $1 pay chekiga mablag' qilsa, sepmangsa. Yana birisi shunday qilsa, ammo pay cheki tushaydiganda setib o'tib, pay cheki oshaydigan vaqtda setib olsa. Yana birisi qaysi bir taqlidiy holatda u. Lekin ashning ichida shu mayli pay cheki iqtisod tushsin, oshsin, izchilmish, tamkin tuğan, uzun yil tuğan, to'xtamay qilinglargan, kuniga $1 pay cheki mablag' silib odamning topgan puli oshikisini yuqori bo'lgan gap. Ya'ni kichikgina o'zgarish nisbatan nihoyat tez inkas qaytaradigan odam bilan shunday iqtisodiy faoliyatlardagi o'zgarish nisbatan pay cheki bozorida nihoyat tamkin tuğan, to'xtamay shu izchillikni saqlab kelgan odamningki tafovutda topgan foydasi yuqori bo'lgan degan gap. Anadan keyin bu kitobning qo'shimcha mazmuni, temasi men deb bergan ochko'zlik baxt haqida abadiy darslar deydi emasmi? Undan so'ng bu Abdurrahman nima deydi desa, pulning haqiqiy bizga ilib kelgan narsasi erkinlik deydi. Ya'ni biz kim bilan birga yashaymiz, qayerda yashaymiz, kun o'tkazamiz, vaqtimizni qanday sarf qilamiz, qolgan vaqtda qolgan narsani ola olamdik, orzuyimizni qondira olamdik. Pul bizga buni berdi deydi. Ya'ni pulning haqiqiy bizga berdigini, o tovarlarni, soatlarni, qimmat soatlarni, qimmat sumkalarni, qimmat mashinalarni, uylarni bilish emas, balki bizning o'zimizning hayotimizni o'zimiz kontrol qiladigan imkoniyatni berganligida deydi. Demak, mushu pullarni, mushu xil imkoniyatlarga ega bo'lish uchun bizda pulga nisbatan to'g'ri psixik qarash bo'lish kerak deydi. Bu psixik qarashning birisi nima desa, o'zimizdagi manmanchilikni yengishimiz kerak deydi. Ya'ni kamtar bo'lishimiz kerak, mehribon bo'lishimiz kerak, ham boshqalarga nisbatan eslash tuyg'usida bo'lishimiz kerak. Kishilar nurg'un pul topgan bilan vahshiy xarjlaydi. Amanat qo'ymaydi, saqlamaydi. Ko'z qilish uchun pul xarjlasam, haqli pulki boy ekan desa, haq meni yaxshi ko'rdi, meni hurmatlaydi deb o'ylaydi. Menga nisbatan avaz qiladi deb o'ylaydi. Amaliyat unda emas. Pul haqning kori yo'q. Sen $100,000lik Ferrari haydamsan, Rolls Royce haydamsan, yana bir şey qilamsan, haqning kori yo'q. Mening puli bor ekan, men mashina haydabdi. Menda qimmat soat taqabdim, puli bor ekan, bo'lib, men shuni olsam bo'ldi deb qo'ydi, haqning kori yo'q deydi. Amaliyotda haqiqiy ayliqi yaxshi ko'rishga, hurmatga sazovor bo'laman desam, deb o'g'liga debdi. 3 narsa bo'lsin bolam sening dedi. Bu kishi pazlab ko'rib turgan narsa. Kamtarlik bo'lsin, ya'ni o'zingni ko'z qilma. Yaxshi chaqlaringda chichanishib ko'ranglab ketma, yomon chaqlaringda umutsizlab ketma demakchi. Yana birisi mehribon bo'l, odamlarga chaqirishni bil, kishilarga zulm qilma, yomonlik o'ylama, hasad qilma. Yana birisi kishilarga nisbatan eslash tuyg'usi bo'lsin. Chunki sen o'zing kulib yurgan bilan, saq yurgan bilan bugun, o'g'in sen falokatga uchrab qolishing mumkin. Og'rib qolishing mumkin, palach bo'lib qolishing mumkin, namrat bo'lib qolishing mumkin, bu narsani yo'qotib qo'yishing mumkin demakchi. Shunga bu odam deydiki, haqiqiy boy odam o'zining boyligini ko'rsatmaydi. Mashinaning qimmatini aytib olgan, qimmat nimani qilib olgan odamlar, pulni to'xtamay xarjlaydigan odamlarning puli bo'lmaydi. Sen uning ko'zdan ko'rganini bilsa, aydigan mashinasi qarab, taqib olgan, kiyib olgan kiyimiga qarab sen buni boy ekan deb o'ylashing mumkin. Lekin uni nima bilsa, balki qarz kelayotganda unday deymizmi? Amerikada unday odamlar bor. O'tganda dedim-ku. Amerikada 40% odamning $200 $200 pul yo'q ekan deb. Ham 2019-yildagi bir Gallup, bir xalqaro Alrayni sinashda 2019-yili 140 davlatdagi odamlarni o'sha hayotga nisbatan qarashlarini so'rab ekan, sinab ekan, sinasa Amerika dunyodagi eng boy davlat bo'lishiga qaramay, bu yerdagi odamlar hayotda besim qilib yashaydi ekan. Boshqa davlatga qaragan vaqtda Amerikada besim qilib yashaydi ekan odamlar. Ularning
Yeydigan narsa mol, haydaydigan mashinasi cho'ng, turdigan uy cho'ng, kirimi cho'ng. Unda bo'lsa bu odam deydi, bu nimishqa bu kishilar nimishqa xo'shal emas. Chunki zamonaviy dunyo odamni texnika nurg'un narsalarni o'zgartiryapti. Burun kishilar ishlagan vaqtda zavodlarda ishlaydi, etizlarda ishlaydi, qo'l emgak qiladi, jismoniy emgak qiladi. Uy kelgandan keyin o ishlarni unutib ketadi. Burun 19-asrda Rockefellerga o'xshash boy odamlar aqliy emgakni qiladi, jismoniy emgak qilmaydi. Hozir nurg'un odamlar kasbiy xodim da'vat qiladilar. Bular besim es qilishi, masalan, xizmatdan besim es qiladi bular. Hayotdan es qiladi, besim es qiladilar. Cho'ng o'yag'an keyin uning baq mortgaji cho'ng bo'ladi. Ananikin uni to'lash uchun qattiq ishlam sunmaydi. Yuqori maosh erishish uchun nurg'un mahoratlarni o'rganmasa to'xtamay o'rganish kerak. Bu shunday narsalar besim es qiladi. Shunga kichikroq yerda o'ttasangmi, zarur bo'lmagan narsalarga chiqim qilmasangmi, sen pul yig'ishni bo'l deydi. Ya'ni pul yig'ish, pul amonat qo'yish, ammo boshqa sabab uchun bo'lmasmi, pul yig'ish uchun pul yig' deydi. Amonat qo'yish nihoyatda muhim demakdir. Bizning ba'zi odamlar var, kirimi yuqori, yetkazolmay yashaydi. Ba'zi odamlarning kirimi to'van, yetkazib yashab qolmasdan yana Ronald Reagan o'xshash mablag' qilib silib, shu paychak apti, zoyim olganda balkim necha million pulni shunday jamiyatga qo'yib ketdi. Ahmedga u odam o'lib ketdi, ammo uning ismi cho'qim Ronald Reaganning nimasi deydi, donation deydi. Shunda bizning tilimizda vaqt demdik. U qoladi hamda. Bu odamlar qoladi. Men bu chet elda o'lim haqida o'ylanish degan yozmadim. Shuna bir gapni deganman. Shu kishilar bu yerda odamlar o'lib ketsa, xotirasi uchun nima qiladi ekan? Bunda qilib dadasining, onasining xotirasi uchun o'rindiq iyona qilib, ommaviy baxtlarga shuna qo'yib qo'ydi ekan deb. Bu odamlarning ismlari bunda ko'rgan odamni ko'radi, manda odam yashab deganda deydi, cho'mili deganda. Xo'sh, lekin bu odam hozirgi zamonaviy kapitalizmning bir yomon yeri, kishilar bak yolg'onchilik o'rganib qoldi. Yolg'onchilik qilish, yasalmalik qilish bir sanoat bo'lib qoldi. Bir kasb bo'lib qoldi. Masalan, Instagramga chiqsanglar, nurg'un yolg'onchiliklarni bilasizlar. Ko'lib to'g'an odamlar, amaliyotda unchalar kulgidagi hayot yo'q. Baydak ko'ringan odamlar unchalar bay emas deb kelib oxirida deydiganki, pul orqali sen o'zingning hayotni o'zing kontrol qiladigan bir hayotni barliq keltira olaysan. Shuning uchun puling bo'lsin, puling bo'lish uchun cho'qim omonat qo'y, isrofxo'r bo'lma, manmanchilikning tuvan bo'lsin, kamtar bo'l, beshingni cho'kiribroq yasha degan shunaqa tavsiyalarni qilibdi. Yana bularning hammasi psixikalik masalalar. Ya'ni men mandaroq kiyinsam, haqlar meni namratab qilamdiki, arg'anmamdiki, chet qaqamdiki degan o'ydi. Bo'lma, nima qaring bo'lsin, nima qaring bo'lmasin demakchi. Ya'ni ro'yatda mustaqil bo'lish, kuchli bo'lish nihoyatda muhim demakchi. Undaqsa bugun mushunchalik so'zlab beray, rahmat.